Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz Safo Marva Telegram kuzatuvchilari, hoji aka, hoji opalar, hammalarimizga kirib kelayotgan muborak Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Ushbu oyda qiladigan ibodatlarimiz va duolarimiz, tutadigan ro'zalarimiz Alloh taolo dargohida qabul bo'lsin. O'tgan Ramazon oyidan va mana shu bugungi Ramazon oyigacha oralig'ida ojizlik bilan, bandalik bilan bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni Alloh taolo mana shu muborak Ramazon oyi hurmati ila o'zining buyukligi, azamati bilan o'zi mag'firat qilsin. Aziz Safo Marva kuzatuvchilari, xabaringiz bor, o'tgan yili do'stlar bilan tor doirada bir ehson loyihasini boshlagandik, ammo u keyinchalik kengayib, Telegram kuzatuvchilarimiz bilan birgalikda ko'payishib, ehson yig'gan edik va ana shu ehsondan bir 15 ga yaqin oilalarga Ramazon oyi uchun oziq-ovqat uchun mahsulotlari uchun ehson yig'ilgan edi. Bu yil ham Alloh taolodan yana ham ko'prog'ini, ziyodasini umid qilgan holatda ehson loyihasini boshladik va xabar topgan yaqinlarimizni iltimoslari va fikrlari bilan bu yil ham mana shu haqda Telegramda e'lon bermoqchi edik. Ammo ma'lum sabablarga ko'ra ishlarimizni ko'payib ketganligi sababidan ertaroq xabar qilishga imkoni bo'lmadi. Shunday bo'lsa-da, kech bo'lsa ham Alloh taolodan umid qilgan holatda siz azizlardan qiladigan ehsonlarimizda faol ishtirok etishingizni so'ragan holatda bu videoni yozyapmiz. Bu albatta shaxsiy tashabbus, hech qanday firmamizni yoki boshqa narsani aloqasi yo'q. Bu biz va yaqin do'stlarimizni o'rtasidagi tor doiradagi ehsonni iltimoslarga binoan kengaytirgan holatda va mana shu muborak Ramazon oyining eng go'zal amallaridan biri bo'lgan ehsonni kengaytirish maqsadida shu videoni yozyapmiz. Inshaalloh Alloh taolo o'zini oyati karimalaridan birida Ar-Rahman surasi 60-oyatida Astag'izu billah hal jazaul ihsani illal ihsan, albatta ehsonning mukofoti ehsondir degan oyati karimaga asoslangan holatda ehson loyihasini boshladik va yana bir hadis sharifda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ehson qilingan moldan kamaymaydi degan hadisi shariflariga binoan shu ehson loyihasini yo'lga qo'ydik. Siz azizlardan ehsonimizda faol ishtirok etib, mana shu muborak Ramazon oyida bir qancha oilalarga qo'ldan kelganicha yordam qilishda ko'makdosh bo'lishingizni so'rab qolamiz. Albatta mana shu muborak Ramazon oyida ehsonni niyat qilgan hoji akalarimiz, hoji onalarimiz bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz bir pul ko'rinishida, xohlasangiz biror mahsulot, qora aka mana shu mahsulot bizdan edi yoki manaqa yordamimizni bera olamiz, mana shu holat deb aloqaga chiqsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari uzoqdan turib kuzatadigan hoji akalarimiz, hoji opalarimiz agar karta bo'lganda o'tkazib berar edik degan niyatlari bo'lsa, karta raqamlarimizni ham joylab qo'yganmiz. Inshaalloh karta raqamlari orqali ham qo'ldan kelgancha baholi qudrat ehsonlari qilinsa, inshaalloh ertaga peshin namozigacha ehsonimizni yig'amiz. Ana endi inshaalloh peshindan keyin yaqin birodarlarimiz bilan birgalikda bozorga chiqib bir oilani Ramazon boshlashligiga yetarli bo'lgan mahsulotlarni Xudo xolasa xarajat qilib inshaalloh 15 dur, 20 dur, balki 30 dur, balki undan ham ziyoda oilalarga yetadigan ehson yig'ilsa, inshaalloh ana shu xarajatlarni qilib video orqali birgalikda tarqatib Telegram gruppamizga joylashlikni niyat qilib turibmiz. Inshaalloh Alloh taolo mana shu muborak Ramazon oyida qiladigan amallarimizni, yaxshi amallarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilsin, yaxshi amallarimizni ziyoda qilsin. Siz azizlarni ham mana shu chiroyli ehson loyihamizda kutib qolamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana shu muborak Ramazon oyidan unumli foydalanishlikda hammalarimizga Alloh taolo nasib qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.